Hurmatli obunachilar, Otchopardan Oltiso'tlik tayyor uchastkamiz chiqyapti. Otchopar degani xayollar uzoq ketmasa, kardiologiya yetmastirib, ko'chalarni ko'rib turganlar, endi asfalt, hamma kommunikatsiyalar o'tgan. Ana shu uchastkamiz sotuvda. Akamiz o'zi uchun qurganlar, o'zi bino qilib, shuni birgalikda ko'ramiz. Ketdi. Oldin zilon zonalar ham zaxmatlar bor ekan. Beshotkalar bilan o'rab qo'ysa, akkuratni turibdi. Suv hovuzi, kranlar ham chetdan o'tgan ekan, o'z ichidan. Bismillah. Kirish darvozaxonamiz. Bu tarafda akva qilib yopilgan ekan. Bemalol kichkina marakalar o'tkazib olsa ham bo'lavergan. Bu tarafimizga katta zal. Asosiy pishig'ish plitalar bilan yopilgan. Razmerlar juda katta tayyorlangan. Ikkinchi zalimiz. Ayollar mehmonxonasi qilib qo'ysa ham bo'ladi. Razmerlar. Bu tarafga asosiy yashash maydoni. Bismillah. Kirishimizdan koridor qilib oladi. Bitta spalni. Xo'p. Katta hol, oila yutishiga hol qilib qo'ygan. Remontlar yaxshigina turibdi. Xo'p, bu tarafga radiatsiya spalni. Radiatsiya spalni uyimiz issiqroq bo'lib turibdi. Pollar qilingan. Ikkinchisi detskiy. Hovlimiz zilon zonasi, taxtadan chiroyli besetkani ham qilib qo'ygan ekanlar. Parniyimiz ham limonariya qilib chiroyli qilib qo'yganlar ichlarni ham. Odam kirganga maza qilagan. Bu tarafga kladovkamiz, to'g'rimizdan tovuqxona ham qilib qo'ygan ekanlar. Bu tarafga uchoqxona, uchoq jazuzlar qilsa bo'ladi. Endi oshxonamizni ko'ramiz. Oshxonamizdan razmeri katta. Ichiga umumiy salonlar qilib ketilgan ekan. Ichi arasida hamma sharoitlar bor. Gullarni ham egasi olib ketaman dedi. Olgan kishi shuni sovg'a qiling deb aytdi. Bu esa hovlimiz Oltiso'tga joylashgan, 6 ta xonadan iborat, pishig'ish, plitalar bilan yopilgan, svit gazdan muammo yo'q, lokatsiyasi udar joydan, narxini keladigan bo'lsa 130 ming so'rayotgan joyga 108 ming savdo qilib qo'ydik. Real holatga real narx berib, pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilavering.